Assalamu alaykum. German tilini öğrenayotgan dostlar, yaxshimisizlar? Men bu videoda Duolingo degan programdan 5 til dialogini o'zim o'qib, uning ichidan ba'zi jumlalarni, so'zlarni, so'z birikmalarini elib, ratlab bu videoni tayyorladim. Mening maqsadim sizlarning so'z boyliqinglarni texmo beyitish, ya'ni. Inshaalloh foydasi tegar. Amsa videoga boshlab ketaylik. German tilidagi oddiy so'zlar 3-bo'lim. 3-videomiz bu. Aus der Schule, mektepten, nach Hause, uyga. Kommt aus der Schule nach Hause, mektepten chiqib uyga keldi. Hört etwas in Wohnzimmer, mehmonxonada bir ovoz angladi. Schlafzimmer, yotoq uy, Küche, oshxona, Toilette, hojatxona, zal. Jeden Tag, her kuni, über, haqida, to'g'risida, mögen, yoqtirish. Sie spricht zu viel, bek jiq gap qildi. Papa spricht jeden Morgen mit Maya. Dadam her günü Maya bilen paranlaşıdı. Maya degan yani isim bu. Pia verlässt die Wohnung. Pia öyden ayrıldı. Du bist nicht Maya. Sen Maya emas. Bir yerde bu sein degan fe'lning shaxs almashtirish bilan turilishini berdim. Hozirgi zaman shakli. Bir o'qib o'tib ketaylik. Ich bin, du bist. Sie, es ist. Wir sind, ihr seid. Sie sind, sie. Buni esimizga elishga bir qoida, bir narsa izlab bo'lmaymiz. Yodlab olsaqlar bo'ldi, ha? Chunki eng ko'p qo'llanadigan bir fe'l bu, sein. Shuni yodlab olsanglar bo'ldi. Endi yana so'z va jumlalarga davomlashtiraylik. Wo ist Pia? Pia nerede? Pia degan shaxsiy ism, ya'ni. Sie hat ein Problem mit Maya. Uning Maya bilan bir masalasi bor ekan, ya'ni bir problem bor ekan demakchi. Abendessen mit der Familie. Aile bilan kechki tomoq yeyish. Abendessen degan kechki tomoq degan gap. Sie sieht Essen und Wein auf dem Tisch. U üstel tomoq va aroq ko'rdi. Bu yerda kichkina bir xatolik bor. O'zinglar daftaringlar tuzib beringlar. Essen degan cho'ng yozilishi kerak, chunki bu yerda tomoq degan ma'nosi bor emasmi? Tomoq degan ism. Essen degan hem isim hem fe'l shakli bo'ldi. Agar harfi boshdagi harfi kichik yozilsa, fe'l bo'ldi. Harfi cho'ng yozilsa, ism bo'ldi, tomoq bo'ldi. Kichik yozilganda fe'l bo'lgan vaqtda tomoq yeyish bo'ldi. Shuni buni farq qilinglar. Keyingi jumlaga qarasanglar, warum hast du so viel essen? Men qaranglar, men cho'ng yozdim, ustida unutib qoldim, kichik yozilib qoldi. Ya'ni nima uchun senda buncha ko'p tomoq bor demakchi. So viel, ya'ni nimancha ko'p. Du hast 4 Flaschen Wasser yoki Wein oder Wein. Ya'ni senda 4 shisha suv yoki aroq bor deganga o'xshash bir jumla. Wasser degan suv. Kann ich ein Stück Pizza haben? Men bir parcha pizza yesam bo'lamdi. Savol jumla, ya'ni. Für mich, für dich, ya'ni menga, sana yoki men uchun yoki sen uchun. Qiziq imlo xatolik bor ekan. Apple qilgaysizlar. Nächste Woche, keyingi hafta. 2 Flugtickets, 2 aeroplan bileti. Wo sind deine Eltern? Senin ata-anan nerede? Gestern, tünügün, heute, bugün, morgen, erta. Eine Tüte, bir halta. Sari öffnet die Tüte, Sari haltını açtı. Lieblingsfarbe, yaxshi ko'rgan rang. Du vergisst meinen Geburtstag immer. Sen daim mening tug'ilgan kunimni unutib qolsan. Geburtstag, tug'ilgan kun. Das Geschenk, sovg'at. Qaranglar, endi Geburtstag bilan Geschenk birlashgan vaqtida tug'ilgan kun sovg'asi bo'ldi. Buni germanlarni ayrim yozmay birlashtirib yetdi. Shuning bilan bu uzun bir so'zni o'tirg'i chiqdi. Masalan, oxirgi jumla qaranglar. Es ist das perfekte Geburtstag Geschenk. Bu mukammal bir tug'ilgan kun sovg'asi deb tarjima qilsanglar bo'ldi. Endi davomlashtiraylik. Der Tanzkurs, usul darsi, usul kursi. Eigentlich, amaliyotda, aslida. Der Garten, bog'cha. Krankenhaus, doktorxona. Eddie besucht seine Mutter im Krankenhaus. Eddie doktorxonadagi opisini yo'qladi. Eddie degan shaxsning ismi, ya'ni. Ich habe eine Idee, mening bir amalim bor. 5 Minuten später, 5 minutdan keyin. Bu video musha tugidi. Meni qo'llab kanalimga a'zo bo'lgaysizlar. Mening kanalimning ismi Ayşemgül muallim. Undan keyin germancha a'zo bo'lish deganni abonnieren deymiz. Ma qizil rangli qarasanglar. Abonnieren, a'zo bo'lish degan gap. Amsa keyingi videoda ko'rishaylik. Tschüss.